Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari, salomatmisizlar, sog'misizlar? Navbatdagi ishlarimizni o'rnatib bitirdik. Bu joyimizga 7,5 metr joyga uyda oldiga rom qo'ydik. Bu tarafimizda ikkita eshik, ikkita romimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Profillari akfa alyumin zolotoy dubdan bo'lgan. Oynalari yo'diviga oq qilib paket qilib berganmiz. Klientimiz pastgacha oyna qilib panorama qilib bering deydi. Chiroyli qilib berdik. Romimiz razmeri 1.60 ga 1.25. Eshiklarimiz 1.15 ga 2.20 bo'lgan. Splashni oyna qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Eshigimiz ligirovkalarini ham bir ko'rib baho berasizlar. Ochilib yopilishlari ideal holatda. Ichki ko'rinishlarini ko'rishingiz mumkin mana. O'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Mana 35 lik padagonlar qo'yib berganmiz. Juda bir chiroyli holatda chiqdi. Romlarimizning ligirovkalari mana. Romimiz ruchkalariga ham qimmat ruchkalardan qo'yib mana alivit ruchkalardan qo'yib berganmiz. Ichkaridan tashqari yorug'lik berishi xudo xolasa zo'r holatda. Ko'rinishlari ham mana bemalol ko'rinib turaveradi tashqari. Osha-moshalarga kelsak, mana osha-moshalarini to'rttadan qo'yib berganmiz. Akfani o'zini osha-moshalaridan foydalandik mana. Bu tarafimizda mana verandamizda eshigi bo'lgan. Ikki qanotli 1.30 ga eshik qo'yib berdik. Stullardan ko'rishingiz mumkin. Mana doimgidek choksiz qilib alikafonda o'rab berdik. Eshigimizga mana katta ruchkalardan qo'yib berganmiz. Ligirovkalarni ham o'zingizlar baho bera olasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, bu joyimizni jami summasi 18.500.000 ga qo'yib berdik. Mana bunaqa podvol eshiklari bilan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Bizning nomerlarimiz 90 kodi bilan 170 82 52. Bizning manzil Andijon viloyati, Buloqboshi tumani.